Tanishinglar, Yahyobek aka, bu Muhtasham Travel'li chef powerlari. Assalomu alaykum, Yahyobek aka. Muhtasham Travel'li oshxonasida nima ovqatlar tayyorlanadi? Muhtashamni oshxonasida o'zbek milliy taomlar tayyorlanadi. Hamma o'zbeklarning uyida qanday ovqatlar bo'lsa, hammasi mavjud inshaalloh. Masalan, suyuq ovqatga sho'rva bo'ladi, manfat, uyg'ur lag'mon. Suyuq ovqatlarga osh tayyorlaymiz, manti, somsa, qovurdoq. Xullas, hamma o'zbeklarning uyida sevib iste'mol qilinadigan ovqatlar tayyorlanadi. Har bitta menyuda nimalar bo'ladi o'zi, aka? Misol uchun, kechki ovqatda nimalar bor? Kechki ovqatga birinchi, ikkinchi ovqat beramiz. Har doim ikki xil salat bo'ladi. Bizni mijozlarimiz o'zbekistonliklar hammalarga ma'qul keladigan narsalarni qo'yganmiz. Oshpazlar oddiy baton nonini emas, hojilarga yopqa non berishadi va bu nonlarni o'zingiz tayyorlaysiz. Albatta o'zimiz tayyorlaymiz. Unidan tortib pishgunigacha o'zimiz qo'limizdan o'tadi. Powerlar o'z ishlarining ustalari, 15 yillik stajga ega powerlar hammalari. Eng asosiysi bular o'zimizning o'zbek powerlar. Misrli yoki boshqa davlat powerlar emas. Yahyobek aka, rahmat kattakon savollarga javob berganingiz uchun. Muhtasham Travel birinchilardan bo'lib Makkaga o'zbek oshpazlarini olib kelib, hojilarimiz uchun o'zbek milliy taomini tortiq qilishgan. Bundan keyin ham mana shu xizmatimiz davom etadi.